Assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka, xormanglar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Uzr. Aka, oxirgi pulimni doriga ishlatdim dadamga. O'g'lim kelishingda somsa oldi, o'tib ketyaptim. Pulim qolmay qoldi. Iloji bo'lsa, aka shu soatdan beraman. Shu somsa berib turing, ertaga olib olaman soatdan. Bo'ladimi? Soat kerak emas-ku. Nima deyapsiz? Yo'q, hali ishonchli bo'ladi-da. Bo'ldi. Kerak emas. Akalar, iltimos 10 tam 15 tam somsa qilib berasiz, chiroyli qilib. Menga ham qilib, bu somsa. Siz tijorat bo'lmang. Endi aka, erkakchilikda bo'lib turadi-da, bilasiz o'zingiz. Yo'q, men ham mashinadan o'tgan. Birovdan bunaqa iltimos qilishga o'zi erkak kishiga yelkasidagi mas'uliyati, oriyatini tushunib kelmaguncha birovdan so'ramaydi. O'zim ham xijolat bo'ldim, yo'q deb qolsa deb. O'shunga soatimni aytdim-da, aka shu soatda olib turing aka. Yo'q, aka. Men tushuntiryapman, oriyatidan majburiyati ustun kelmaguncha birovdan erkak kishi iltimos qila olmaydi. Siz men juda to'g'ri tushuntiribsiz. Nima ish qilasiz aka o'zingiz? Men taksichilik qilaman. Taksida ishlaysiz-a? Ha. Bir kunda necha pul topasiz aka? 200 ming, 250 ming. 200 ming-da u yoq bu yoq bo'lib. Shu bo'lganim hozir hamma pulingizni ishlatib qo'ysangiz, uyingizga nima kiradi aka? Xudo xolasa Alloh barakasini beradi. Qanaqada? Birov men eshitganman-da, eshitganini aytib beraman sizga. Kimdir sizdan yordam so'rab kelsa, unga achchig'i chiqmasin. Chunki u Allohdan yordam so'ragan bo'ladi, Alloh unga sizni manzilingizni beradi degan gapni eshitganman. Sizga menga Alloh jo'natgan ekan, sizga yordam berib qo'yish imkoniyatingiz tug'ildi-da. Aka, men hali kinolarda ko'rardim bunaqa yaxshi insonlarni. Men ham eshitganimni aytyapman-da, o'zim to'qimayapman, o'qigandim, shuni o'qiganim. Yaqinda o'qigan edim, Instagramda muhokama chiqqan edi. Yakrab o'sha gap menga yoqdi. Sportingizni ko'rsating, tanib olaydi, tanishtirib yaxshilik qilmaydi odam. Ya endi hozir birov-birovga ishonadigan zamon emas deyman-da. To'g'ri. Kimgadir yaxshilik ehson qilmoqchi bo'lib turgan. Ha, to'g'ri kelib qoldim. To'g'ri kelib qoldingiz. Aka, bir kunda necha pul topaman dedingiz? 200 ming, 250 ming, ha. 200 ming so'm, ha? To'g'ri. Aka, siz bilan eksperiment olyapti-ku, hech qanaqangi sonsa yordam kerak emas aka. Sizlarga yaxshi insonlar ko'paysa, kameramiz bu tarafda. Sizlarga yaxshi insonlar ko'paysa. Kelib yordam so'radim, haqiqatan to'g'ri aytdingiz. Erkak kishi birovdan yordam so'rayaptimi, g'ururidan kechib qo'yib yordam so'raydi deb. Rahmat aka, charchamang. Faqat bitta sovg'amiz bor sizga. Sovg'a ham berasiz. Qarang aka mana. Bir kunda 200 ming so'm. Ya aka, yo'q. Menchi shunaqa holatga ko'p to'g'ri kelaman. Birovga yaxshilik qilaman desam, menga ko'proq yaxshilik qaytib qoladi. Iltimos, mashinachi mendan ko'ra bir muhtojroqga beringlar. Men roziman.